endi shu Qo'qon tomon yo'l oldim, bormayin ham, men o'lay. Asab kasal bo'lib qoldim. Qon bosimim oshib ketdi, yo'l haqqini eshitdim. 100 ming deydi, malomat, voy pulning karomat. 40 ming so'mga keldim-ku desam tinglamas, biroq 100 ming so'mga Qo'qondan Andijonga ketar qaysi merov? Pulim asli yetarli, muammo yo'q hamyondan. Yo'l haqqini oshishi juda shubhali. Uchko'prik degan joyda bitta vokzal bor ekan, ayollari bisyor, erkaklari kam ekan. Laz degan narsa bilan ular urushib qopti. Bunday insofsizlikdan boshliqlar bexabar qoldi. Transport boshqarma o'zi bormisizlarda? Insof bilan diyonat qolmabdi shoferlarda. 1 kilo tilla bering, bormayman Qo'qon joyga. Shoferlar alomat, sizlarga hayf, alomat. Janob Ma'ruf A'zamovich, siz ham bo'ling salomat. Aytaversam bitmaydi, insofsizlik avjobdi. Siz ham yozing izoh